Assalomu alaykum azizlar. O'tgan safargi videoda mana bu ko'ylakni eksperiment tariqasida yengini reglan bichimli fason qilib modellashtirib bergandim. Videoga ko'p yaxshi kommentariyalar yozdingiz, e'tibor uchun rahmat. Ba'zi obunachilar esa ko'ylakni yengini oddiy o'tkazmali yeng qilib modellashtirib berishimni so'rashgan. Shuning uchun ko'ylakni asl holicha yengini oddiy o'tkazmali yeng qilib modellashtirib tushuntirib bermoqchiman. Fasonimizni modellashtirish uchun har doimgidek 50-razmerda asos andoza chizib oldim. Bu asos andoza professional asos andoza hisoblanadi. Rus metodida chizilgan. Agar andoza chizishni bilmasangiz, YouTube kanalimda ham, Telegram gruppamda ham asos andoza chizish darsliklari bor. Ko'rib o'rgansangiz bo'ladi. Bu asos andozani chizish, tushunish ancha oson va qulay. Shu bilan birga bizni O'rta Osiyo ayollarimizni qomatiga ham to'liq mos keladi. Malaka oshirish kursidagi o'quvchilarim oldin matoda bichib tikib yurishgan, hozir lekin to'liq mana shu asos andozaga o'tishdi va qulayliklarini ham o'zlari ko'rishyapti. Bu asos andozadan har qanaqa fasonni modellashtirib chiqarsa bo'ladi. O'quvchilarimning tikkan ko'ylaklarini otziv sifatida Telegram gruppaga tashlab turaman. Otzivlarni ko'rishni xohlaganlar Telegram gruppamga o'tib olsangiz bo'ladi. Telegram gruppamni linkini ekranga chiqarib qo'yibman va kommentariyaga ham silkasini qo'yib qo'yaman. Agar silkadan o'ta olmasangiz, mana shu username-ni Telegramga yozib poisk bersangiz ham bo'ladi. Demak, endi ishimizni boshlaymiz. Eng oldin oldi andozani modellashtiramiz. Bizni fasonimizda ikkita kaketkasi bor. Bittasi yelkasida, bittasi oldi qismida. Keyin etagiga zuborka tushirilgan. Kaketkalarni modellashtirish uchun ko'krak vechkasini yopishim kerak. Oldi menda yaxlit bo'lishi kerak. Shuning uchun ko'krak vechkasini hozir vaqtincha oldiga o'rta bo'lagiga o'tkazib turaman. Buning uchun andozamizni o'rtasidan ko'krakning uchigacha chiziq tortib olamiz. Xohlasangiz to'g'ri chiziq, xohlasangiz qiya chiziq. Endi mana shu chiziqni ko'krakning uchigacha kesamiz, lekin andozamiz uzilib ketmasligi kerak. Oxiriga yetkazmayman, yarim santimetrcha qoldirib kesdim. Endi ko'krak vechkamizni yopsak bo'ladi. Mana menda ko'krak vechkani haqqi oldiga o'rta chiziq tarafga o'tdi, lekin bu ham vaqtincha. Kaketkalarni modellashtirib bo'lgandan keyin bu vechkani ham yopamiz. Har doim andoza chizilganda yoqa o'yindisi bo'yinni quchib turadigan qilib kichkina qilib chiziladi. Keyinchalik yoqani shaklini kerakli razmerda va kerakli shaklda ochish uchun. Meni andozam 50-razmerda, demak 50-razmer uchun biroz ochamiz. Fasonda ham unchalik ko'p ochilmagan, 17 santimetrni belgilayman 50-razmer uchun. Yonga yetarli darajada ochilgan, yonga 7 cm, pastga 8 cm ochilganida yon tarafga ochmayman. Mana shu belgilab olganim bo'yicha faqat pastga ochamiz. Yoqani qancha ochilishini mijozni o'zidan o'lchab olgan bo'lishingiz kerak. Endi kaketkalarini chizib olsam bo'ladi. Oldin yelkadagi kaketkasini chizib olamiz. Rasmga e'tibor bersak, qo'ltiqdan biroz pastga tushgan. Yelkadan taxminan 12-13 cm tushsak bo'ladi. 50-razmer uchun men 12 cm ni belgilab olaman. Qo'ltiq o'yindidan taxminan 8-9 cm pastga tushsak bo'ladi. Men 8 cm ni belgilayman. Endi mana shu ikkita nuqtani birlashtirib kaketkasini shaklini chiqarib olishimiz kerak. Tekis chiziq chizgandan ko'ra lekalniy lineyka bilan chizsak chiroyliroq chiqadi. Biroz avval shakl beramiz. Yelkadagi kaketkasini chizib oldim.
Endi oldi tarafidagi o'rta bo'lagiga tushadigan koketkasini ham chizib olishimiz kerak. Oldidagi koketkani chizganda koketkamiz ko'krakni uchidan pastga tushib ketmasligi kerak. Chiroyli chiqishi uchun mana bu joyni belgilasam menimcha bo'ladi. Endi mana shu koketkaga tutashadigan chiziqni chizib olishim kerak. Hozir koketkani shaklini taxminiy chizib ko'raman. Umuman olganda modellashtirish jarayonida koketkani shaklini har qanaqa qilib chizsangiz ham bo'ladi. Bu o'zingizning fantaziyangizga bog'liq. Mana shu joygacha olib kelsam bo'ladi menimcha. Muhimi ko'krakning uchidan pastga tushib ketganim yo'q. Ko'krakning uchidan pastga tushib ketsa, chiroyli ko'rinmaydi. Mana oldidagi koketkasini ham chiqazib oldim. Agar modellashtirish paytida mana bu vichka xalaqit beradigan bo'lsa, buni pastroqqa ko'chirsangiz ham bo'ladi mana shunday. Faqat vichkani uchini ko'krakning uchiga tutashtirsangiz bo'ldi. Umuman olganda har qanaqa joyga ko'chirib tursangiz ham bo'ladi. Lekin hozir menga xalaqit bermayapti. Endi men koketkalarimni ko'ylakning etagidan ajratib olishim kerak. Oldi tarafini modellashtirib oldim. Orqasini xohlasangiz trapetsiya, xohlasangiz orqasiga ham mana shunday koketkalarni qo'ysangiz bo'ladi. Hozir orqasiga ham koketka qo'yishni ko'rsatib beraman. Adashmaslik uchun bu koketkalarimizga yozib qo'yamiz. Oldi. Chiziq bo'ylab kesib olamiz. Endi mana shu vichkani yopaman. Buni endi keragi yo'q. Vichkamizni yopamiz. Vichkani yopganimda mana shu joyi uchli bo'lib qoldi. Uchli bo'lmasligi kerak. Ozgina tekislab boramiz. Bu andozani korreksiya qilish deyiladi. millimetrcha joyini olib tashladim. Vichkani yopganimdan keyin nima o'zgarish bo'ldi tushuntirib ketaman. Buni avvalgi joyiga qo'yib qo'yamiz. Mana. Qarang, vichkani haqqi menda ko'krak vichkani haqqi koketka va qopini orasidan chiqib ketdi. Ko'pchilik koketkali ko'ylak tikkanda mana shu joylarida osilish paydo bo'ladi. Xuddi bir kacheliya singari osilib turadi. Sababini tushunmay yurishadi. Ko'krak vichkani haqqini mana shunday xohlasangiz o'rta chiziqdan, xohlasangiz yon tarafdan chiqazib tashlashingiz kerak bo'ladi. Mana shu vichkani haqqi chiqib ketmasa, ko'ylakda albatta osilish paydo bo'ladi. Endi ko'ylagimizni etak qismini zborkali qilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun etak qismini zborka uchun kesib chiqishimiz kerak bo'ladi. Fasonimizga yana e'tibor beramiz. Qopini zborkasi oldidagi koketkani uchigacha borgan. Bu tarafida zborka yo'q. Faqat mana shu joygacha zborka tushishi kerak. Hozir bir narsani o'ylayapman. Agar mana shu koketka mana bu joygacha kelganida edi, mana bu joygacha chizganimda chiroyliroq bo'lardi. Hozir keling shuni erinmasdan o'zgartiramiz. Mana bu joydan kesamanda, mana. Bu bo'lakni bunga yopishtirib qo'yaman. Shunda yana ham chiroyli bo'lar ekan.
Mana endi rasmdagi fasonga ko'proq o'xshadi menimcha. Mana. Etagini ziborkasini mana shu joygacha olib kelamiz. Mana shu ikkita oraliqda ziborka yo'q. Endi qopini ziborka uchun ochishimiz kerak. Buning uchun chizib olamiz. Bel vichkasiga e'tibor bermaymiz. Bel vichkasi qo'yilmaydi. Mana bu uchidan boshlab yana bitta chiziq chizaman. Endi adashmaslik uchun bularni raqamlab chiqamiz. Kesib bo'laklarga ajratib olamiz. Matoga qo'yganimizda qirqimlarning orasini ziborka uchun ochib taxlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana shu oraliqlarni 3 cm dan ochib chiqsangiz bemalol chiroyli ziborkaga yig'iladi. Mana bu joyga ziborka tushmaydi. Andozamizni matoga qo'yib pishganda beliga e'tibor bermaymiz. Belini ixchamlashtirmasdan kengaytirgan holatda chizishimiz kerak. Oldi tarafini tushuntirib berdim, endi orqasini ham tushuntirib beraman. Orqasini xohlasangiz trapeziya qiling, xohlasangiz orqasiga ham oldidagiday koketka qo'yib modellashtirsangiz bo'ladi. Agar orqasiga ham koketka qo'ymoqchi bo'lsangiz, oldidan necha santimetr qo'ltiqdan pastga tushsangiz, orqasida ham shuncha tushamiz. 8 santimetr pastga tushgandim, 8 santimetrni belgilaymiz. Yoqa o'yindisidan taxminan mana shu joyni belgilayman. Va koketkamning shaklini chiqarib olaman. Endi yana bitta koketka qo'ysak bo'ladi. Mana shunday. Bunga ham yozamiz orqa. 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 Koketkalarimni kesib bo'laklarga ajratib olaman. Yelkadagi kurak vichkani xohlasangiz tiksangiz ham bo'ladi. Agar tikishni xohlamasangiz proymadan chiqarib olib tashlasak ham bo'ladi. Buning uchun vichka orasi qancha bo'lsa shunchasini belgilab olamiz. Menda 2 cm edi, 2 cm ni belgilab olaman. Va proymadan kesib olib tashlashim kerak. Endi mana shu oraliqqa e'tibor bermaymizda, matoga qo'yib bichganimizda yelkasini yaxlit qilib bichib olamiz. Orqasini, qopini ham xuddi oldiga o'xshatib ziborka uchun ochib chiqishimiz kerak bo'ladi.
Mana orqasida ham mana bu chiziqqa ziborka tushmaydi. Faqat koketkasiga ziborka tushadi. Oralarini 3 cm dan ochib chiqamiz va mana yetarli darajada ziborkaga ochildi. Orqasini matoga qo'yib bichganda ham beliga ahamiyat bermaymiz. Qo'ltiqdan pastga kengaytirib bichishimiz kerak bo'ladi. Ko'ylakni oldini ham, orqasini ham mato ustiga qo'yib bichganda xuddi mana shunday taxlab, choq haqlariga qoldirib bichib olaverasiz. Faqat matoga bichganda ham, andozani joylashtirganda ham balanslariga to'g'ri ahamiyat berib, to'g'ri usulda bichib olsangiz bo'ldi. Yana ham ko'proq fasonlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, malaka oshirish kursini taklif qilaman. Hozirgi o'quvchilarim bemalol modellashtirishni o'rganib olishda asos andozani ishlatib kelishyapti.